Flowers Garden O'zbekistondagi eng yirik manzarali bog'dorchilik va landshaftlashtirish korxonalaridan biri bo'lib, mijozlarga yuqori darajadagi sifatli xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan. Kompaniya 2018-yilda tashkil etilgan bo'lib, qisqa vaqt ichida O'zbekistondagi hamda xalqaro miqyosda eng raqobatbardosh va ko'p qirrali landshaft kompaniyalaridan biriga aylandi. Kompaniyaning maqsadi atrof muhitni ko'kalamzorlashtirish va obodonlashtirish orqali hayot sifatini yaxshilash, odamlar salomatligi hamda farovonligiga hissa qo'shish. Kompaniya o'z qadriyatlari sifatida O'zbekistondagi hayot sifati va ekologik vaziyatni o'zgartirishning yetakchi omiliga aylanishga intiladi. Flowers Garden tomonidan yetishtirilayotgan har bir o'simlik, daraxt va butalar havo sifatini yaxshilashga, aholimiz rivojlanishi va farovonligi uchun qulay sharoit yaratishga qaratilgan. Flowers Garden Toshkent shahrining Yangi Hayot tumanida umumiy maydoni 49 gektar bo'lgan unikal va zamonaviy kompleksga ega bo'lib, ushbu kompleks xorijdan keltirilgan manzarali daraxtlar va noyob butasimon o'simliklar shou-rumi, interyer uchun xonaki o'simliklar va aksessuarlar do'koni, mahalliylashtirilgan manzarali daraxtlar yetishtirish uchun ochiq yer maydoni, butasimon o'simliklarni yetishtirish uchun zamonaviy issiqxona kompleksi hamda aholi uchun qulay va go'zal tabiatga ega bo'lgan ko'rkam ekoparkni o'z ichida mujassamlashtirgan. Kompaniya tomonidan xorijdan olib kelingan manzarali daraxtlar va butasimon o'simliklarning afzalliklari qatorida mukammal rivojlangan ildizlar tizimi, daraxt bandlarining tekisligi, nafis ko'rinishi, yuqori sifat hamda mahsulotlarning keng assortimentini alohida sanab o'tish mumkin. 30 xil turdan oshiqroq daraxtlar, 50 xil turdan ziyodroq butasimon o'simliklar hamda 80 xildan ko'proq xonaki o'simliklar asosan Italiya, Gollandiya, Germaniya, Turkiya va Xitoy kabi davlatlardan olib kelinadi. Shuningdek, manzarali o'simliklarni mahalliylashtirish va O'zbekiston iqlimiga moslashtirish maqsadida 34 gektar ochiq yer maydonida 20 xildan ziyodroq daraxtlar hamda 5 gektar issiqxona majmuasida 30 xildan oshiqroq butasimon o'simliklari yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Qisqa vaqt ichida Flowers Garden kompaniyasi 4.500.000 kvadrat metrdan ortiq maydonga ega 300 dan ortiq xususiy va davlat pudratchilari uchun obodonlashtirish loyihalarini muvaffaqiyatli ishlab chiqdi va rejalashtirdi. Hamda loyihalar soni kundan kunga ortib bormoqda. Kompaniya tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlarning to'liq spektri landshaftlashtirish va ko'kalamzorlashtirish, sug'orish tizimlarini rejalashtirish va o'rnatish, shuningdek, landshaft sohasida yo'l qoplamasi va granit ishlari hamda barcha turdagi bog'larga malakali servis xizmatini o'z ichiga oladi. Tijorat faoliyati bilan bir qatorda Flowers Garden tabiiy resurslarni asrash va ekologik xilma-xillikni targ'ib qilishga qaratilgan Yashil makon milliy loyihasiga katta hissa qo'shmoqda. Shu bilan birga, Toshkent shahrida o'tkazilgan Flowers Fest loyihasi doirasida kompaniya 2 milliondan ortiq mavsumiy gullar ishlatilgan noyob kompozitsiyalar yaratib, 3 milliondan ortiq mehmonlar tashrif buyurishiga erishdi. 2024-yil 4-may kuni esa O'zbekistonda birinchi bo'lib landshaft va arxitektor dizaynerlar uchun mo'ljallangan Landshaft forumi tashkillashtirildi. Forum davomida spikerlar 200 ga yaqin qatnashchilarga eng foydali bilim va tajribalar ulashdi. Bugungi kunda Flowers Gardenni manzarali bog'dorchilik va landshaft dizayni sohasida jadal rivojlanayotgan kompaniya deb atash mumkin. Kompaniya o'z hamkorlari va mijozlariga minnatdorchilik bildirib, yuksak ishonch va o'zaro hamkorlikni yuqori baholaydi. Flowers Garden bilan yurtimizda go'zal bog'lar va noyob yashil maydonlarni barpo etish uchun o'z hissangizni qo'shing. Biz birgalikda insonlarning rivojlanishi va farovonligi uchun qulay muhit yaratamiz.